Izalon Fergani kanali obunachilari, qizlar, yangilik daraxtlar kutayotgan qizlarimiz uchun bizda 2 xil razmerda palma daraxtlarimiz kelgan. Bitta komplektida mana uchala razmeri bitta komplektda bo'ladi. Bu bo'yi uzun razmeri 2,5 metr, eng uzunini razmeri 2,5 metr, narxi 830 ming so'm chiqdi. Keyingisi bo'yi 220 cm, narxi 620 ming so'm chiqdi. Juda ham sifatli daraxtlar qizlar, palma daraxtlar mana. Bularni tez orada ekib, tayyorlab ko'rsatamiz. Ungacha ham yangilik kutayotgan qizlarimiz uchun video joylayapman. Bemalol zakaz berib, olib yangilik chiqarsalaring bo'ladi. Xohlovchilar buni komplekt sotib olib, alohida tuvaklarga ekib sotsalaring ham bo'ladi. Sen bo'lmasang o'limdan nima farqi bor? Jonimni berganman senga, senda haqqim bor. Sen bilan har kunim ma'nodir, seni har so'zing dardimga darmondir, dardimga darmondir jonim. Izalon Fergani kanali obunachilari, qizlar, bizda tayyor tanalar keldi. Xitoyda ishlab chiqarilgan, juda ham mustahkam, og'ir, eng baquvvatlaridan. Bular ham yengili bo'ladi qizlar. Bu ajraydi, mana shu joydan bo'linadi. Bu eng bo'yi uzuni. Bu tomonda yana 3 xil razmeri bor. Bu eng kichik varianti. Mana shu joygacha ekiladi, o'rnatiladi. Ular narxlarini chiqarib qo'yamiz. Men bu tanalarda o'zi tayyor vetkalar suqadigan teshikchalari bo'ladi deb o'ylagandim, lekin unaqa emas ekan. Buni menimcha alohida o'zi teshib qo'yilar ekan. Qatiga to'g'ri kelsa, o'sha joylariga shurpavoyda teshib chiqilar ekan. Mana bu ham. Razmerlari bilan qizlar kanalga joylab qo'yamiz. O'zimizdan bittadan abraziz ekib tayyorlab qo'yamiz. Bu mana shu joydan bo'yi uzun bo'lgani uchun ajrar ekan. Mana tanalar og'ir, rosa baquvvat qizlar. Mana ichi ham to'liq buni. Shuning uchun bemalol xohlagan joylaringdan betkalarni o'rnatib chiqsalaring bo'ladi.